Qanday ayollar erkaklarni aqldan ozdiradi? Oltilar, shu sana tug'ilgan ayollar 6-da, 15-da, 24-da va kim tug'ilgan kunda 6 raqam ko'p bo'lsa, ularda ham shu energiya bor. Ular juda ham ajoyib ayollar bo'lishadi va 2-da, 11-da, 20-da va 29-dagi ayollar va kim tug'ilgan kunda 2 raqam ko'p bo'lsa, ular ham shunday energiya bor. Chunki o'ziga qiziqqan ayol va sevimli mashg'ulotlarni amalga oshirishi bilan qiziqqan, band bo'lgan ayol kundan kunga guldek ochilib va xushbo'y taralib tursa va o'zini juda ham baxtli ayol his qilsa va ko'zlari har doim chaqnab tursa, bunday ayollarning yoniga erkaklar yonidan ketmaydi, yanada ham yaqinlashishni boshlaydi. Agar ikkilar minusda bo'lsalar, bu ayollar o'zini qurbonlik, ya'ni jертва bo'lib qolishadi. Agar oltilar minusda bo'lsalar, ular juda ham hissiyotlarga berilgan ayollar bo'lishadi va juda ham очень emotsionalniy bo'lishadi. Hissiyotlari o'zgaruvchan bo'ladi, ya'ni emotsionalniy kacheli qilishadi. Har kun har xil o'ylashadi va doim yo yig'laydi yoki doim azob chekadi. Va albatta erkaklar bunday ayollarni tanlamaydi. Ularni yoki любовницасida qoldirishadi, ular bilan munosabatlar qurishni xohlamaydi, ikkinchi variantda qoldirishadi. Chunki bunday emotsional ayollardan nima kutishligi aniq emas. Hech kim isterichka bilan munosabat qurishni xohlamaydi, albatta. Agar ular oltilar ham, ikkilar ham plyusda bo'lsalar, energiyasi plyusda bo'lsa, ular просто vau ayollar bo'lishadi. Sahifamga obuna bo'ling. Izohlarda sovg'a so'zini yozib qoldiring. Men sizning tug'ilgan kuningiz bo'yicha bepullik razbor jo'nataman.